Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Turan Efendi dikkat. Mao leksiyaya dikkat kılın. Amerika Devlet Meclisi Tayvan Amerika Harbiy ishlar bo'yicha o'zaro almashtirishni tunji bo'lib davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasi kirgizdi. Mavzuli xabar 12 ayning 8-kun Dovi torbiti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi 12 ayning 8-kuni 92 biletning qo'llashi, 7 biletning qarshi turishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining 600 milliard 190 million dollarlik ham cho'tqa munosabatlik bo'lgan 2017-yillik moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qulladi. Turan Efendi biz o'tganimiz to'g'rida so'zlagan edik. Uni Kengash palatasiga yo'lladi, Avam palatasi muzokara qo'ydi degan edik. Bugun endi Avam palatasiga Kengash palatasi yuqori ovoz bilan bu qonun loyihasini ma'qulladi. Avam palatasi 12 ayning 2-kuni 375 biletning qo'llashi, 34 biletning qarshi turishi bilan ko'p sonliq ovoz besib tushgan bir holda bu qonun loyihasini ma'qullagan edi. 8-kuni Kengash palatasi, 2-kuni Avam palatasi bu qonun loyihasini ma'qullagan edi. Bugungacha Kengash palatasi va Avam palatasi har ikki palata qonun chiqarish tartiblarini tamomlagan bo'ldi. Endi Davlat Majlisi orqali bu qonun loyihasini Oqsaroyga yo'llaydi. Prezident Obama imzo qo'ydi. Bu qonun qonunlik kuchga ega bo'ladi. Turan Efendi. Dikkat qilishga arziydigan bir taraf shuki deyildi xabarda. Bu qatim Kengash palatasi va Avam palatasi tunji qatim ma'qullagan Tayvan Amerikaning nopozliq harbiy amaldorlari va yuqori darajalik general admirallarning o'zaro berish kelishini qo'llash qonuni. Ham Tayvanning ham Amerikaning generallarining o'zaro berish kelishini qo'llash qonuni. Amerika tarafının Tayvanni qo'llaganligini oshkorlagandan so'ng cho'nqor simvollik ma'noga ega. Bu qonun loyihaning 1254-tarmog'ida yoki jildisida mundaq deyildi. Davlat Majlisi 5 burjaklik bino Amerika Tayvan o'rtasida yuqori darajalik harbiy generallar va nopozliq davlat mudofaa amaldorlarining o'zaro almashtirish, o'zaro ziyorat qilishini ilgari surib, ikki tarafning harbiy munosabatlarini va davlat mudofaa hamkorligini yaxshilash kerak deb ruxsat qilindi. Qonun loyihasida almashtirish, aloqalash plani ishga oshirish o'rni jumladan Amerika Tayvan ikki o'rinni o'z ichiga oladi. Nopozliq harbiy generallar hozir vazifa yutatayotgan generallar va harbiy amaldorlarni o'z ichiga oladi. Nopozliq amaldorlar degani 5 burjaklik binoda xizmat qiladigan ministr va yordamchi ministr, uningdan yuqori darajalik harbiy amaldorlarni ko'rsatadi. Turan Efendi biz bu to'g'rida ikki qatim to'xtaldik. Demak, endi bugun Kengash palatasidan, Avam palatasidan ma'qullikdan o'tdi degan gap. Bu qonun faqat Prezident Obamaning imzo qo'yishi qarab. Endi bu qonunlar ma'qullangandan keyin buning qarta Jungo qanday inkas qaytardi Turan Efendi? Diqqat. Amerika Tayvan bilan harbiy ishlarni almashtirishni kuchaytirmoqchi bo'lyapti. Jungo buni aybladi. Mavzuli xabar 12 ayning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Jungo Amerika Davlat Majlisi haftaning 3-kuni ma'qullagan huquq berish qonun loyihasini aybladi. Yuqorida ma'qullagan qonun loyihasini Jungo aybladi. Buning ichida bir modda Tayvan bilan yillik harbiy ishlarni almashtirish, aloqa qilish masalasi edi. Her yılda bir qatim degandekda. Jungo Dunyo yashar vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo davlat mudofaasining bayonotchisi Yang Yujin axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi. Jungo taraf Amerika bilan Tayvan har qanday shaklda harbiy munosabatlarda bo'lsa, biz qat'iy qarshi turamiz.
Amerika Davlat Majlisidan ko'pchilik bunda qilg'ini Jungoning ichki ishlariga aralashganlik, Tayvan bo'g'izining muqimligini buzganligi, Jungoning egilik huquqi va bexatarligiga ziyon solganlikdir. Bayonotchi Yang Yujun yana mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikaning xatoligini tuzitib olishiga yetakchilik qiladi. Demak, bu yerda Amerika xatolashibdi Jungoning oldida. Shunga Jungo Amerikaning xatoligini tuzitib olishiga yetakchilik qiladi ekan. Jungo tadrijiy tadbir qo'llanish huquqini saqlab qoladi. Mana bu gapni qarang, endi Turan apandi, Jungo tadrijiy tadbir qo'llanish huquqini saqlab qoladi. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi juma kuni mundaq ko'p ovoz bilan bu qonun loyihasini ma'qulladi. Navbatda Prezident Obamaning imzo qo'yishini kutib turibdi. Demak, 11-oyning 2-kuni yo 12-oyning 2-kuni Prezident Trump Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim bilan telefonda so'zlashdi. Dal shu kuni Turan apandi Amerika Qo'shma Shtatlarining Avom palatasi bu qonun loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasida munolar tashabbus qilindi. Qonun loyihasida asosiy tashabbus qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministri, Amerika Tayvan yuqori darajalik harbiy amaldorlari fikr almashtirish turini bejirdi. Qonun loyihasida yana mundaq talab qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri diqqat so'radi apandi, kelar yili 2-oyda Amerika Davlat Majlisiga Tayvan harbiy tarafning Tinch okean rayonida Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy ishlar portini ziyorat qilishi to'g'risida ishonchli doklad yo'llashni talab qildi. Qonunda. Demak, 2-oyda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi bir doklad tayyorlaydi ekan. Buning mazmuni Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligidan qaysi generallar kelib, Amerikaning Tinch okean rayonidagi harbiy portini, ya'ni harbiy bazasini ko'zdan kechiradi ekan. Yoki ziyorat qiladi ekan. Bu harbiy baza balki Guam'du, balki Yaponiyaning Okinawa'du, balki Hawai'dagi harbiy portdu. Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, Tayvanning davlat mudofaa ministrlarining yoki harbiy darlik generallarning Amerikaning portini, harbiy baza portini ziyorat qilishiga qonunda ruxsat qilindi. Bu qonun loyihasiga Prezident Obama imzo qo'ygan hamon rasmiy qonunga aylanadi. Turan apandi. O çağda iki devletning yuqori darajalik harbiy amaldorlari bordi keldi qildi. Xabarda bu yerda ikki davlat deyildi. Jungo Tayvanning davlat demaydi o, lekin bu xabarda ikki davlat dedi. Biri Amerika Qo'shma Shtatlari, yana birisi Tayvan. Bu yerda ikki davlat bo'lib xabarda shunda xabar qilindi.